Zebra pirogini shu retsept bo'yicha ancha yillardan beri pishiraman va har doim o'xshab chiqadi. Ertalab bolalarim ketishdan oldin kelgunimizcha u pishirib bering deb zakaz qilib ketishuvdi. Xolodilnikni ochsam, sut va tuxum bor ekan va xayolimga shu pirog keldi. Shu bahona video ham oldim. Idishga tuxum chaqib, ketidan shakar solamiz va taxminan 7-10 minut yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ketidan videoda ko'rsatilgan masalliqlarni solamiz va bitta yaxshilab mikser qilib xamir ikkiga bo'lamiz. Retsept har doimgidek video opisiyaniyasida bo'ladi. Retseptda yozilgan undan bir osh qoshiq olib qolamiz va uni oq xamirga qo'shamiz. Ikkinchi xamirga bir osh qoshiq kakao solib aralashtiramiz. Pishiradigan idishingiga qarab, xohlasangiz tiyin yog'laysizlar, xohlasangiz pergament qog'oz solib, bir osh qoshiqdan ketma-ketlikda shunaqa hisob chiqamiz. Shiylaga qarab shu ko'rinishda yoki videoda ko'rsatganimdek uzorlar chizib 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yarim soatga jo'natib yuboramiz. Duxovkadan chiqayotgan hidga yarim soat chidab tursangiz, shunaqa do'mboqqina ishtaha ochar zebramiz tayyor bo'ladi. Zebralarni pishirib, issiq choylarni damlab, meni chaqirsanglar borib yeyishib yuboraman.